Bugun Barselona Ispaniya Kubogi doirasida Racing jamoasi bilan to'qnash keladi. Bu ikki jamoa futbol tarixida 100 dan ortiq bir-biriga qarshi to'qnash kelgan bo'lsa, 62 bor Barselona g'alabasi, 18 bor Racing, 22 bor durang qayd etishgan. To'plar nisbati 230 ga 103 Barselona foydasiga. Bugungi uchrashuv ham kechasi soat 1:00 da Zo'r TV telekanali orqali efirga uzatiladi. Agar sizda televizor orqali ko'rish imkoniyati bo'lmasa, Telegramda havola qoldiraman, bemalol jonli efirni o'zbekcha sharhda tomosha qilsangiz bo'ladi. Agar bugun Barselona g'alaba qozonadigan bo'lsa, keyingi raqibi Atletico Madrid bo'ladi. Barselona Racing jamoasiga qarshi so'nggi 4 ta uchrashuvda darvoza daxlsizligini saqlagan holatda g'alaba qozongan. Bugungi uchrashuvda hisob qay tarzda yakunlanadi deb o'ylaysiz? Taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Goldan oxirigacha ko'rib qo'yaylik.